Assalomu alaykum hurmatli aziz talabalar. Sanoat iqtisodiyoti fanidan navbatdagi 6-mavzu mashg'ulotimizni siz bilan bugun ko'ramiz. Mavzumiz ijtimoiy ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi deb nomlanadi. Biz albatta bu yerda buni 3 darajaga bo'lib o'rgandik. Samara va samaradorlik to'g'risidagi tushuncha, ishlab chiqarish samaradorligining mohiyati, mezon ko'rsatkichlari, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari deb nomlangan 3 daraja asosida ko'ramiz. Bizga ma'lumki, birinchi navbatda biz bilishimiz kerak bo'lgan tushunchalar bular: samara nima, samaradorlik nima. Samaradorlik o'z ikkiga bo'linadi: ijtimoiy iqtisodiy samaradorlikka. Buni quyida ham yana bir to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda biz samara va samaradorlik nima ekanligini to'xtalishimiz kerak. Birinchi navbatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, mahsulot ishlab chiqarish orqali olingan foyda, daromad hajmini oshib borishi yoki mahsulot ishlab chiqarish jarayonida sarflanayotgan xarajatlarni kam sarflashimiz, mahsulot xarajatining kamayishi, sifatsiz mahsulotlar chiqarishni kamaytirish yoki sifatsiz mahsulot ishlab chiqarishni umuman yo'q qilish bilan bog'liq bo'lgan korxonaning ijobiy faoliyatlarini hammasi bu samara deb aytiladi. Ya'ni bu yutuqlar natural ishlab chiqarish samarasini beradigan bo'lsa, qiymat ko'rinishida esa bu iqtisodiy samarani tavsiflab beradi. Samaradorlik tushunchasiga to'g'ri to'xtaladigan bo'lsak, bu korxonani faoliyatini sifat jihatdan tavsiflaydigan tushuncha ekanligini aytishimiz mumkin. Bu samara toifasidan kelib chiqadi hamda bu samaradorlik unga qaraganda sal murakkab va majmuaviy tavsifga ega bo'lgan tushuncha. Samaradorlikni biz turli xildagi tushunchalarni turli xil sohalarga, tarmoqlarga qarab ko'rishimiz mumkin. Ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligi bo'lishi mumkin, mehnat samaradorligi bo'lishi mumkin, davolanish samaradorligi bo'lishi mumkin, o'qitish samaradorligi bo'lishi mumkin va hokazo shunga o'xshab turlar turli xilcha namoyon bo'ladi. Samaradorlikning eng ko'p uchraydigan umumiy tushunchalardan biri bo'lib, bu ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotning xilma-xil sohalardagi juda keng ishlatiladigan ko'rsatkich sifatida biz bilamiz. Ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligi, mehnat samaradorligi, o'qish bilan bog'liq bo'lgan jarayonda aytyapmiz, qarang, ijtimoiy iqtisod taraqqiyotning xilma-xil sohalardagi jarayon. Shundan kelib chiqqan holda samaradorlik barcha soha tarmoqlarida qo'llanishi to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Biz mana quyida sizlar bilan slaydda mehnat resurslaridan foydalanish bo'yicha resurslarni keltirganmiz. Mehnat resurslari, moliyaviy resurslar, yoki bo'lmasa moddiy resurslar, energetik resurslar, axborot resurslari. Bu resurslarning hammasiga agarda bir qaraydigan bo'lsak, bu samarali bulardan biz tejamkor foydalanish yo'llariga o'tish orqali samaradorlikka erishishimiz mumkinligi uchun resurslarni keltirganmiz. Samaradorlik bu foydalilik va natijaviylik ekanligini mana shu resurslardan samarali foydalanish jarayonida ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Va uni biz quyida samaradorlik hisoblash formulasini keltirganmiz. Natijani xarajatga nisbati orqali korxonalarda samaradorlik ko'rsatkichi belgilanadi. Korxonada yuqorida aytib o'tdim, alohida to'xtalib o'tganim yo'q, chunki quyida keltirilganlik uchun slaydimiz. Samaradorligimiz o'zi ikkiga bo'linadi: ijtimoiy samaradorlik va iqtisodiy samaradorlik. Korxona mahsulot ishlab chiqarish jarayonida albatta unga ma'lum bir miqdorda mablag' sarflaydi. Mana mablag' sarflanish holatlarini biz iqtisodiy samaradorlik deb agar tushunadigan bo'lsak, ya'ni mahsulotni ishlab chiqarish, boshqarish, korxonaga yangi texnologiyalarni joriy etish, uni mehnat sarfini oshirish va materiallar, iqtisodiy samara materiallar, pul, mehnat bilan va boshqa resurslarni tejash orqali ma'lum bir erishilgan miqdor yoki qolaversa mahsulot ishlab chiqarish jarayoni bo'yicha vaqtni sarflash bilan bog'liq bo'lgan holatlar yoki bo'lmasa mahsulot ishlab chiqarish jarayonida ish vaqtini ortiqcha zoya ketish holatlarini oldini olish, korxonadagi mavjud bo'lgan mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflanayotgan aylanma mablag'larning aylanish tezligini, davrini qisqartirish, aylanish tezligini oshirish, ularning sifatini oshirish, mahsulot ishlab chiqarish hajmini o'stirish va hokazo shunga o'xshagan ishlarni sifatli tashkil qilish holatlarini biz hammasini iqtisodiy samaradorlikda namoyon bo'lish shakllarini ko'ramiz. Ijtimoiy samaradorlikda esa biz bevosita insonlarning har tomonlama, ya'ni shaxsning har tomonlama kamol topishiga yordam beradigan tadbirlarni amalga oshiradigan samaradorlikda belgilanishda deb ko'ramiz. Ya'ni insonlarning mehnat turmush sharoitlarini yaxshilanishda, bevosita xodimlarning malakasini oshirib borish jarayonlarida va asosan oziq-ovqat sohasi bo'ladimi, sanoat tarmoqlarini aholi jonboshiga nisbatan iste'mol qilish holati bo'ladimi, ijtimoiy iste'moldan foydalanishda beriladigan nafaqalar bo'ladimi yoki unda qo'llanadigan imtiyozlar bo'ladimi
yoki kadrlarni tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar, xarajatlar bo'ladi. Bularni hammasini o'sish holatlari bevosita ijtimoiy samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Biz albatta bilishimiz kerakki, har bitta tarmoq sohadagi samaradorlik mavjud deb aytdik. Endi samaradorlik foydalanish ko'rsatkichlari bor bizda. Iqtisodiy samaradorlikdan foydalanish ko'rsatkichlari bilan kapital sig'imi bo'lishi mumkin, fond sig'imi bo'lishi mumkin, mehnat sig'imi bo'lishi mumkin, material sig'imi bo'lishi mumkin. Bular hammasi samaradorlik sifatida hisoblanadi. Mana biz pastda, ya'ni slaydimizda mehnat sig'imi nima ekanligi, mehnat unumdorligi, ma'lum bir vaqt davomida yaratilgan mahsulotlarni miqdorini yoki mehnat sig'imi ma'lum bir mahsulot ishlab chiqarish jarayonida unga sarflangan mehnatlarni ulushini, ya'ni bevosita sarf bo'yicha yoki to'la sarf bo'yicha hamda umumiy ijtimoiy mahsulot va milliy daromad qiymatiga nisbatan belgilanganlik holatlarini, ishlab chiqarishni material sarfi deganda bir birlik mahsulot ishlab chiqarish unga ketgan materiallar sarfini aniqlash jarayoni, oldin ifodalagan moddiy resurslar, albatta bularni yalp sarfini tafsillab beradigan ko'rsatkichlar ekanligini ko'rsatib, quyida biz ularni har birini hisoblash bo'yicha ishlab chiqarish korxonasida misollar keltirganmiz. Bundan tashqari biz bilamizki, ishlab chiqarish korxonalarida biz bevosita fondlardan samarali foydalanishni ham yo'lga qo'yganmiz. Qo'yishimiz shart va zarur. Chunki bu ham bevosita o'z navbatida iqtisodiy samaradorlikka ta'sir o'tkazadi. Bu ko'rsatkichlarni biz fond sig'imi, fond qaytimi va ishlab chiqarishga jalb qilingan kapital sig'imlarida ko'ramiz. Fond sig'imi deganda biz bilamizki, bu korxonaga bevosita ishlab chiqarish fondlarini mahsulot ishlab chiqarish hajmiga nisbatan korxonalarning fondlar qiymatini yaratadigan asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar bular fond sig'imi bo'lib hisoblanadi. Bular korxonadagi mavjud bo'lgan asosiy ishlab chiqarish fondlari, aylanma fondlardan foydalanish samaradorligini ko'rsatib beradigan ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. Biz ularni ishlab chiqarish jarayonlarini hisoblash bo'yicha misollar keltiramiz. Fond qaytimi fond sig'imiga teskari bo'lgan ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu yerda bevosita mahsulot ishlab chiqarish hajmini aylanma va asosiy ishlab chiqarish fondlarining o'rtacha yillik qiymati nisbati bilan biz bevosita formulada hisoblash formulalari misollar bilan keltirib tushuntirganmiz. Ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini baholashda bevosita ishlab chiqarish fondlarini qayta takror ishlab chiqarishning yangi asosiy va oborot fondlari yaratish uchun zarur bo'lgan jamg'arma fondlari samaradorligidan biz bevosita foydalanamiz. Bunda biz tavsifini albatta samaradorlikda ko'rishimiz kerak. Bu bizga bevosita kapital sig'imini ko'rsatishini beradi. Ya'ni kapital sig'imi bu ko'rsatkich kapital mablag'lari yordamida tayyorlanadigan mahsulotlarning ko'paygan qismiga uni nisbati bilan birga ifodalanish holatini misollar sifatida keltirib berganmiz. Biz albatta ishlab chiqarish samaradorligi to'g'risida gapirganimizda qiyosiy samaradorlikni alohida e'tibor berib o'tishimiz kerak. Chunki qiyosiy samaradorlik ishlab chiqarish korxonasidagi mavjud bo'lgan ishlab turgan uskunalarni o'rniga yangi uskunalar tashkil qilish jarayonida albatta mavjudlardagi ishlab chiqilayotgan mahsulot miqdorlar, mavjudlardagi ishlab chiqilayotgan mahsulot ketayotgan mahsulot tannarxi xarajati, yangi ishlab chiqarilgan mahsulotlarning miqdori, uskunalarni va ularni ishlab chiqarish iqtisodiyotga jalb qilish orqali qanday mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshish holatlari bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni biz uni qiyosiy samaradorlik ko'rsatkichlarida hisoblash orqali tan olamiz va ishlab chiqarishni texnik vazifalarni hal etish jarayonida qanaqadir ijtimoiy iqtisodiy afzallik asoslab berish jarayonida biz qiyosiy samaradorlik formulasidan foydalanamiz. Va biz albatta qo'shimcha kapital mablag'lari qiyosiy samaradorlik koeffitsiyenti, ya'ni normativ koeffitsient deb aytamiz. Ko'pincha 0.15 ga tenglashtirilgan holatda buni hisob kitoblarida ko'ramiz. Buni qoplanishning teskari ifodasi bu yerda tannarxning pasayishidan olingan tejamning qo'shimcha kapital mablag'lari nisbati bilan aniqlanadi va buni hisoblash formulasida ham e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, albatta ma'lum bir vaqt davomida yaratilgan mahsulotlar ularni qachon qoplash bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar keltirilib ko'rsatiladi va biz albatta ishlab chiqarilgan mahsulotimiz tannarxi, normativ koeffitsient va tannarxiga qo'shamiz normativ koeffitsient va ishlatilgan kapitalni miqdori. Normativ koeffitsiyentni biz ya'ni bu yerda qiyosiy samaradorlik ko'rsatkichi deb koeffitsient deb aytamiz, 0.15 ga ko'paytirilganlik holatda ko'rishimiz mumkin. Ishlab chiqarish samaradorligini belgilaydigan ko'rsatkichlar tizimini biz 3 ta ko'rsatkichlar tizimiga bo'lib olamiz. Tavsif xarakteristik nuqtai nazardan birinchi navbatda ular mehnat unumdorlik darajalari, bular ishlab chiqarish ko'rsatkichlari va mehnat sig'imiga bo'linadi. Ya'ni ma'lum bir vaqt birligi davomida
korxonada ma'lum bir oy davomida, ma'lum bir chorakda, yilda, kvartalda, dekadalarda har bir ishchiga to'g'ri kelgan mahsulot hajmini belgilanish, ishlab chiqarish samarador ko'rsatkichlar deb aytiladi. Mehnat sig'imi deganda ishlab chiqarishga teskari kattalik bo'lib, bu birinchi bizga har bitta ishlab chiqarilgan mahsulotni ishlab chiqarishga sarflangan mehnat sarfi hisoblanish holatlarida topiladi. Ikkinchi asosiy fondlardan foydalanish ko'rsatkichlar deb nomlanadi. Bunda biz fond qaytimi, fond sig'imi, fond bilan qurollanganlik, uskunalardan foydalanishdagi mehnat bilan fond bilan ta'minlanganligi, uskunalardan ekstensiv, intensiv, integral foydalanish ko'rsatkichlarida biz bu narsalar namoyon bo'lganini ko'ramiz. Va aylanma mablag'lardan foydalanish ko'rsatkichlarini ko'rganda, albatta bundan foydalanishning asosiy ko'rsatkichlari bular aylanma mablag'larning aylanuvchanlik koeffitsiyenti, aylanma mablag'lar bilan biriktirish, ya'ni yuklanish koeffitsiyenti deb aytamiz va bir marta aylanish davrini davomiyligi. Qancha miqdorda ko'p bir marta aylanish davrining davomiyligi bizda tez bo'ladigan bo'lsa, shuncha ko'p biz ishlab chiqarish korxonamizning mablag'lari ishlab chiqarish korxonalarida samarali ishlayotganligini ko'rishimiz mumkin.